3 xil inazitol orasidagi farqni hech kim sizga aytmaydi. Ko'pchilik inazitol sotib olayotganda eng katta xatoni qiladi. Inazitol o'zi nima? Inazitol bu vitamin emas. U organizmda tabiiy hosil bo'ladigan vitaminsimon modda hisoblanadi. Qaysi birini tanlash kerak? Bu sizning maqsadingizga bog'liq. Keling unda birgalikda ko'rib chiqamiz. Inazitol 500 kimlar uchun? Stress, asabiylik, uyqusizlik, kayfiyat tushishi, miya faoliyatini yaxshilash, insulin rezistentligiga qarshi va ozish uchun bu mahsulot tarkibida 500 mikrogramm miya inazitol mavjud. Agar siz umumiy sog'liq uchun va ozish uchun inazitol 500 ni tanlagan bo'lsangiz, tanlovingiz juda ham yaxshi. Miya inazitol kimlar uchun? Polikistoz, high sikli tartibsiz, ovulyatsiyani qo'llab-quvvatlash va homiladorlikni rejalashtirish, insulin qarshiligi va tuxumdon hujayralarini qo'llab-quvvatlash uchun. Bu mahsulot tarkibida faqat miya inazitol mavjud. Agar asosiy maqsad ayollar reproduktiv salomatligi bo'lsa, tanlovingiz juda ham yaxshi. Va uchinchisi eng kuchli kombinatsiya miya inazitol va plus dexira inazitol. Bu mahsulot kimlar uchun? Polikistoz, kuchli insulin rezistentligiga qarshi, ortiqcha vazn, shirinlikka kuchli ishtaha, gormonal muammolar, ovulyatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun va homiladorlikni rejalashtirish uchun eng kuchli kombinatsiya hisoblanadi. Endi ayting, siz qaysi maqsadda inazitolni ichmoqchisiz? Kommentariyada albatta yozib qoldiring.